Olako'zan Suv-sarsmonlar oilasiga mansub yirtqich sut emizuvchi hayvondir. Uning nomi bekorga bunday atalmagan. Tanasidagi oq, sariq va qo'ng'ir dog'lari uni ola-bula qilib ko'rsatadi. O'zbekistonda bu jonivorni Qizilqum cho'llarida, Qarshi va Mirzacho'l dashtlarida, shuningdek, tog' yon bag'rlarida uchratish mumkin. Ular asosan kemiruvchilarning, ya'ni sichqon va qumsichqonlarning inlarida yashaydilar. Olako'zan juda chaqqon ovchi. Uning asosiy ozuqasi qumsichqonlar va mayda kemiruvchilar, kaltakesaklar, ba'zan esa qushlarning tuxumlaridir. Suratda ko'rib turganingizdek, bu jonivor O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Buning asosiy sababi esa ular yashaydigan cho'l va dashtlarning odamlar tomonidan o'zlashtirilishi hamda ularning asosiy ozuqasi bo'lgan kemiruvchilarning kamayib ketishidir. Olako'zanlar xavf tug'ilganda xuddi sariq sassiqko'zanlar kabi o'zidan juda o'tkir va yoqimsiz hid chiqaradi. Bu uni dushmanlardan himoya qiladi. Olako'zan tabiatdagi muvozanatni saqlashda, ya'ni zararli kemiruvchilarning ko'payib ketishining oldini olishda muhim rol o'ynaydi.